Amerikada Apalachi tog'larida kechqurungi soat 3 da pizza dastavkachisi o'zini manziliga yetib kelganida mana shunaqa kadrlar uni kutib oldi. Ko'rib turganinglardek, qanaqadir uy balkonida qari kampir sharpasi mikrovolnovkani yonida o'ynab raqsga tushayotgan edi, o'sha pizzachini kutib. Buni ko'rgan dastavkachi sirazi telefonini olib videoga olishni boshlagan, sababi bu hozir video просто 10 millionlab prosmotr yig'ib tashlagan internetda. Bu haqida kommentariyadagi odamlarning fikri juda ham har xil bo'lib ketdi. Ba'zilar aytishyapti, bu qanaqadir qari kampir o'ynayapti, o'zini razvekasiya qilyapti deb. No, lekin ba'zilar aytishyapti, что bu erkak kishi faqat belida ozgina nuqsonlari bor. Lekin eng qo'rqinchlisi, ba'zi odamlar buni Apalachi tog'larining maxluqi yoki skinwalkerlarning yana boshlanishi deb taxmin qilishyapti. Lekin bunga bizani o'zimizning fikrlarimiz qanaqa o'rtoqlar? Fikringlarni kommentariyada yozib ketinglar. Juda ham qiziq buni eshitish. Men o'ylashimcha, bu oddiygina belida muammolari bor qanaqadir inson. Tan olaylik o'rtoqlar, hammamiz ovqat dastavka qilganimizdan keyin shunaqa xursand bo'lib o'ynashga tushishimiz mumkin-ku, to'g'rimi? Lekin bu yerda eng muhim joyi, hech qanaqa holatda bunaqa balkonda chiqib o'ynay ko'rmanglar. Sababi shunaqa pizzani dastavkachilar yoki boshqa dastavkachilar olib videoga qo'yib yuborsa, keyin reka chiqib ketishinglar mumkin. Har doimgidek keyingi videolarda ko'rishguncha